Bu dunyoda mehr oqibat ustun. Musofir yurtlarda yurganing uchun. Sog'inib intizor kutib turganda onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Har zum xavotirda soatga qarab, har kun duosida omading so'rab, gohida pinhona sog'insa yig'lab, onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? O'zing uchun yeli baxtingni topding, do'stu oshnalariga vaqtingni topding. Shu kunlarga yetib qadringni topding. Onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Nogahon bolangga bir ozor yetsa, ko'zingga dunyotor kuning bo'lar tun. Seni deb tunlari beorom o'tsa, onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Onasin qololmay darddan qutqarib, mozorga borarlar gullar ko'tarib, mehrga zor bo'lib qolib tiqarib. Onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Mana shu kunlarda bir o'ylab ko'rgin. O'zing uchun olding qancha zo'r kiyim. Aytgin, onang uchun ne qilding do'stim? Bir marta, aqalli bir marta qo'ng'iroq qildingmi bugun? Yo'lsiz qolib ketsang yo'l topiladi. Dilingga bir dildosh dil topiladi. Qo'y o'sha boylikni pul topiladi. Onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Bugun meni so'zim og'ir botmasin. Onalarning umri g'amda o'tmasin. Mehr quyoshlari bevaqt yutmasin. Onamizga qo'ng'iroq qildikmi bugun? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrdonlar. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Bugun biz Nohay Nosir Qisrav Behay Qizil Ketmonda, ya'ni 78 yoshli onaxonimizning bugun tavallud ayyomi, tug'ilgan kuni. Albatta bilasizlar, bu ro'za Ramazon oylarining oxirgi 10 kunliklari. Mana shu muborak oyda mana shu onaxonimizning tavallud ayyomi, tug'ilgan kunlari ekan. Albatta umrlari uzoq bo'lsin. Albatta Rossiya Federatsiyasida yurgan mana shu farzandlari ismi nima edi? Farruh akamiz va kelini Sayora yangamizning nomidan, nabiralari Sharifjon nomidan, Ma'rufjon nabiralari nomidan tabriklaymiz do'stlar, qadrdonlar. Safina singlimiz ham bor ekan albatta shu yerda. Safina singlimiz mana bu yerda, albatta shu yerda. Ayiq va pandalarimiz shu yerda albatta. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol ekranda ko'rib turgan raqamlar bor. Sizlarning oilaviy xursandchilik, mana shunday tug'ilgan kun, radomdan chaqaloq olib chiqib va to'ylar marosimlari uchun xizmat qilamiz. Albatta endi tabriklashga nima mavzumizni tabriklashga o'tsak, endi qani onaxonimiz o'zi qaysi biri? Keling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Onajon tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. 78 bahorni qarshilasiz. Ilohim umringiz bundan da ziyoda bo'lsin. Bugungi sizning fayzli xonadoningizda bugun oilaviy xursandchilik loyihamiz. Bugun sizning xonadoningizga tashrif buyurdi. Shuncha yaqinlaringiz kimlar bular endi? Shuncha ag'ayin hammasi. Ag'ayin. Rahmat, mana shuncha ag'ayinlar kelib jam bo'libdi. Bugungi xursandchiligingizga yana xursandchilik qo'shish maqsadida musofirda yurgan farzandlaringiz nomidan, eng yaxshi ko'rgan keliningiz Sayora yangamizning nomidan tabriklaymiz. Mana shu nabiralangiz, ismi nima edi buni? Safina nevarangiz, bu Ma'rufjon nevarangiz, u musofirda yurgan Sharifjon nevarangiz nomidan tabriklaymiz. Mana bu surpriz tortlarimiz. Mana shu ro'za Ramazon oyida Ka'bani maketini sovg'a qilibdi farzandlaring. Inshaalloh yaqin kunlarda haj va umra safarlariga borish nasib ro'za aylasin. Mana shu hamma yaqinlaringizni baxtiga sog' omon bo'lib yuring. Bog'i eram onamning guliga yeta olmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yeta olmaydi. Agar dunyo boyliklari boshimdan sochsalar ham otamni topgan 3-4 so'm puliga yeta olmaydi. Agar dunyo shoirlari nomimga she'r yozsa ham onamni bir og'iz keldingmi bolam degan tiliga yeta olmaydi. Siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz. Siz men uchun uyqusi qochgan onamsiz. Siz asli bosi sokin ayolsiz, lekin meni desa tog'lardan ham oshgan ayolsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq farzandlarining baxtsizligidan qo'rqgan ayolsiz. Biroq men baxtiyor inson, chunki meni baxtli qilib tuqqan ayolsiz. Bitta guldiroz qarsak bersin.
Mana shu Ka'bamiz farzandingiz nomidan qabul qilib oling. Umrlaring uzoq bo'lsin. Qo'shganlaring bilan qo'shganlaringlar qo'shib bo'lsa, yaxshi qizlarga jumlalar nasib qilsin. Qizlaringga, o'g'illaringga, oilalaringga barakat, ishlaring hamisha umiddan ketsin. Alloh. Hali duo berish izidan, hali buni qabul qilib turing. Buni qabul qilib turing. Tabriklarimiz hali davom etadi, hali davomi bor. Albatta yana farzandlaringiz nomidan she'rlarimiz bor. Asli onamsiz menga bu dunyolar ko'rinmaydi. Hech kim menga otam kabi uy quray deb urinmaydi. Mening saodatimni o'ylab yashaganlar bor, ammo hech kim meni sandig'imga onam kabi yig'inmaydi. Kimda bo'lsa otasi, kimda bo'lsa onasi bugun yetsin qadriga, axir ota-ona qadri borligida bilinmaydi. Jannat faqat onalar qoyida deydi. Bilingki bu insonlar yana qayta berilmaydi. Faqat ota bolam derkan faqat ona bolam deya kerilar, ammo davlat bilan kerilmaydi. Ularning duosidan asli kelar bahordirlar. Ular duo qilmaguncha gullar qayta tirilmaydi. Kimki agar otasini, onasini yaxshi ko'rsa, shu videoni tarqatib qo'yishga erinmaydi deb mana shu tortlarimizni qabul qilamiz. Ana endi bu tortimiz kamerani yaqinroq olib kelamiz, kamerani o'zimizning kameramizdan. Mana shu tortlarimiz surpriz bu tortlarni albatta juda ham chiroyli holatda. Buni endi o'zingiz ochasiz. Yo nabiramiz oching. Ustini. Mana bu jannatim onam nomlangan nabirangiz nomidan mana shu tortlarni sizga. Mana shu tortda men hayotingiz shirin bo'lsin deb shu tortlarni ham tabriklaymiz. Mana kelinglar. Endi muzikani qo'yamiz hozir. Yo birinchi tortga so'ramizmi ya? Nima deysizlar? Tort oxiridan? Mayli, muzikani qo'ying. Bu yerda xursandchilik. Yelkamda yuklarim ko'ptur onajon, meni anglaydigan yo'qtur onajon. Oyoqlaringizga boshimni qo'yay, sizdayin yaqin do'st yo'qtur onajon. Yelkamda yuklarim ko'ptur onajon, meni anglaydigan yo'qtur onajon. Oyoqlaringizga boshimni qo'yay, sizdayin yaqin do'st yo'qtur onajon. Omadim kelganda davrimni surdim, do'stu oshno deya yeldim yugurdim. Bugun salomimga alik olmaslar, omadim ketganda kimligin bildim. Kelsa sotarkan do'stu yolonlar, omading ketganda ketar janonlar. Yuzingga kuladi otan yomonlar, asl yuzini berkitar ba'zi odamlar. Fursat kelsa sotar do'stu yolonlar, omading ketganda ketar janonlar. Yuzingga kuladi otan yomonlar, asl yuzini berkitar ba'zi odamlar. Omadim kelganda davrimni surdim, do'stu oshno deya yeldim yugurdim. Bugun salomimga alik olmaslar, omadim ketganda kimligin bildim. Kelganda davrimni surdim, do'stu oshno deya yeldim yugurdim. Bugun salomimga alik olmaslar, omadim ketganda kimligin bildim.
mehribonim xush zabonimsiz, dunyodagi davlatim tengsiz. Dilimda g'am qayg'u to'lganda dalda bo'lar menga mehringiz. G'am ko'rmangiz monesim onam, yonimda har doim parvonam. Baxtimga sog' bo'ling har on, mehribonim farishtam onam. Dard ko'rmangiz monesim onam, yonimda har doim parvonam. Baxtimga sog' bo'ling har on, mehribonim farishtam onam. Onajon, sizsiz menga dunyo kerakmas. Onajon, onasiz bu yurak yurakmas. Onajon, bir bor boshim silasangiz bas. Onajon, butun dunyo qiladi havas. Siz yig'lamang chidamasman hech, siz keragimsiz, siz dunyom hech. Xizmatingiz ayting tayyorman, qarzlarimni uzolmasman hech. Kunni kunga ulagan onam, sizlar yorug' mening koshonam. Baxtimga sog' bo'ling har on, mehribonim farishtam onam. Kunni kunga ulagan onam, sizlar yorug' mening koshonam. Baxtimga sog' bo'ling har on, mehribonim farishtam onam. Onajon, sizsiz menga dunyo kerakmas. Onajon, onasiz bu yurak yurakmas. Onajon, bir bor boshim silasangiz bas. Onajon, butun dunyo qiladi havas. Janga dastu tu bandas, shiori pomiram asli palangas. Miori dil tu chashim jando qashangas, vale sarim yodo khirmoni rangas. Shariki dilha dilbari bala shohi tavalla. Shariki dilha dilbari bala shohi tavalla.
با جنگ دست تو بند است شیاری با میرم اصلی پلنگ است میاری دل دو چشم جند و قشنگ است ولی سرم میاد و خیرمونی رنگ است شریک دلها دل بری بالا شاهد تولا شریک دلها دل بری بالا شاهد تولا شریک دلها